Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana Slovakiyadagi 3-kunimiz. Yakshanba kuni hafta kuniga. Hop, hozir hostelda tanishgan gruzin bola bilan magazinga ketyapmiz. Bozorchaga. Supermarketmi, mini marketmi. Hozir borganda ko'ramiz. Mashinasini qizdirib, tayyorlab turibdi, kutib. Turibdi. Ya bismillah. Bro. Контент для Инстаграма. Привет, подписчикам. Привет. Привет всем. Узбекистан. O'zbekiston даже, Super, Dima, super. Hammaga salom yo'lladi.